Assalomu alaykum hammaga. Va'da qilgan Sirdaryo Gulistondagi 4,5 ming kvadratli klinikani obzorga kelganmiz. Ro'shan akam shu klinikani bitirgan. Ro'shan aka nima bo'lgan o'zi bet oldin, hozir qanaqa holat? Assalomu alaykum YouTube muxlislari. Ko'rganda, ko'rmaganda, ishonmaganda men ishontirmoqchiman. Men ukalarim kelgan. Obzorimizda hozir klinika bo'lyapti. Juda ham qiynalgan masalalar bo'lgan. Bularda gaz rasxod ko'p bo'lgan. Biz bu yoqqa tushganimizdan keyin sal proyekt o'zgacha bo'ladi ekan, uydagiga qaraganda. Shu bilan zamonaviy mahsulotlarni ishlatib, eski sistema qolmagan bo'ldi, to'g'rimi? yo'q, hammasini uzib tashladik. Polni yangi qiladi. U ham zamonaviy bo'lgan, lekin usulini o'zgartirdik. Qarang, bu yerda oldin bino bo'lgan, tushunishinglar uchun 2,5 ming kvadrat bo'lgan. Bunga yana qo'shimcha qilishgan, mana hozir orqada obzorda ko'rib ketsanglar bo'ladi. Yana 2 ming kvadrat qo'shilganda binoning umumiy maydoni 4,5 ming kvadratga teng bo'ldi, to'g'rimi? Shunday. Shuni keyin noldan polnisi yangi sistema qilib isish kerak bo'ldi. Hammasini Ro'shan akam o'zlari loyihasidan boshlab, smetasidan boshlab bitqizib, hozir mana qanchadan qancha mijozlar kelib shu yerda davolanishyapti. Menimcha hammaga ma'qul bo'ldi, to'g'rimi? Hech qanaqa muammo bo'lmadi. Endi bu sezon o'tdi, suvlarimiz hammaga yetdi, issiqlik kam bo'lmadi, eng qizig'i bular plyusga kirdi ukajon. Nimasi hisobiga? Qanaqa plyus kirdi? Mana bu bino to'g'ri bo'lgan bo'lsa, endi T shaklida bu qurildi. O'sha to'lagan yilni oxiri deydi-yu ularda, ana saldo chiqaradi-yu, 27 million, 30 million bo'lgan bo'lsa, shu turishda qoldi uka. Nimani hisobiga aka? Mana shu joy bizga qiziq bo'lyapti hozir. Endi men bilmayman, men shu proyekt qildik. Bu narsa juda ham qiyin kelgan bo'lsa ham, egasiga ozgina byudjet tarafdan jabr bo'ldi, lekin bugungi kunda u xursanda. Lekin bitta narsani aytib ketaylik. Men Ro'shan aka, bu sizni birinchi bunaqa katta obyektingiz so'rim. Bunaqa yuqori talab bo'lgan, qiyinchilikli bo'lgan. Imенно klinika oldin gostinitsa qilganmiz. Mana qarang, gostinitsa bilan oddiy yashagan xonadon bilan klinika nima farqi bo'ldi? Uchta narsa. Shunchaki issiq qo'ysangiz bo'ldi emasmi? Отопление qilsangiz bo'ldi emasmi? Yo'q, ukajon. Santexnik bugungi kunda Hop. ne только bunday borib payat qilib berish, isitib berish, egasidan duo olish. Bu yerda hozir maqsad bugungi kunda O'zbekistonimizda energiyani tejash. Mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar, qiyinchiliklar, vaziyatlar bo'lyapti. Endi biz nima qilishimiz kerak? Talab klientdan bo'lyapti. Sen menga isitma. Sen menga shunday qilib bergin. Shtubi men gazdan yepganim qilay. Men senga pul ajratay. Anaqasi qolsin oldida. Ya'ni shunda isitish hozirgi paytda hamma qilib beryapti. Muammo emas. Isitishdan tashqari, ya'ni ekonom ham qilib bergin degan talab. Mana shu qiynayapti-da savol. Mana hozir siz ko'rayotgan oldin 2500 kvadrat bo'lgan bo'lsa, u ham zamonaviy bo'lgan, uni ham o'zimiz qilganmiz. O'shalarni ham olib tashlab, kotyollar atmosferniy bo'lgan. Hozir stilda o'zimizda zamoniga talab degani qanday? Niska temperaturniy, gaz tejam, suv ham uzilmas kerak. Bilasizmi, bu yerda nechta xona bor? Nechta xona bor? Har bitta xonasida personali adashmasam 200 mingta. Undan tashqari men tushunishim bo'yicha bu yerda butun binoga bitta harorat bermaysiz, to'g'rimi? Yo'q. Har bitta отдельно o'ziniki. Bunga kotelniga отдельно tomda qilganmiz. Kotelning alohida obzor qilamiz. Kuzatib turinglar, ustalar uchun rosa kerakli, menimcha foydali ma'lumot bo'ladi. Chunki men Ro'shan aka ham birinchi marta qilib buni o'zlari uchun yaxshi o'pib qo'yganlar. Endi hozir men ko'zimni yumib tashlayman deyaptilar hozir. Bu yoqqa gap yo'q. Endi sizlarga hozir kirib bittalab qanaqa qilib bu ishni nimalar qilingan, qanaqa tizim qilingan bu yerda ko'rib chiqamiz. Kotelniga keldik. Mana xudo xolasa. Kotelnimiz nechinchi etaj joylashgan? 3 qavatimiz ham hozir. Yo'q, ikkini tomi bo'lyapti. Bu 4. 3-chi etajda bu. Tom bu Bino qo'shilganning hisobiga shunaqa peripat bor ekan. Bu yerda kasallar chiqib, mayda toza havoda aylanadi. Bunday qurilgan. Bu yerga chakib turadigan joy bu. Lounge ekan-da. Mana 4-etaj. Biz ikkini tomida turibmiz-da. Buni tagida ham xona bor-da. Mana bu kotelni. Shunday. Endi qarang. Norma. Bu klinikada neobычный nimalaringiz bor? Haliboy tuz g'ori bor edi. O'shalar haqida bir chekkadan bitta gapiring. Men lekin birinchi marta ko'rishim, hali shu yerda ko'rmagan edim. Hech qaysi klinikada ko'rmagan. Men videosini ham ko'rmagan ekanman, endi ko'rdim. Sizlarga bitta narsani aytaman, bu Lyuboyga mana kommentariyaga yozinglar, tushuntirib beraman. Har bitta xonani ichidagi haroratni ham o'zgartirish kerak ekan. Mana siz keldingiz cho'milishga, endi tushasiz, yechinasiz. Unga boshqa temperatura. Men hozir koridorga, например, +25
bersam hamma terlab ketadi. Ha. Mana shu narsalarni bizda ozgina qiynaq bu lekin yechimi bor ekan. Vannaxonaga shularni qarang. Hammasini o'zingiz qo'lingizda proyektini qilib chiqdingiz, o'zingiz hisoblab chiqdingiz. shunday. Gap bo'lishi mumkin. Nimaga deganda biz harakat qilganmiz bitta nasos bilan ishlatishga yopilganda Ha. boshqa temperatura yorib yubormash kerak trubani. O'shani yo'lini qilganmiz, sizlarga keyin aytaman. Ha. Ya'ni siz bitta trubadan hammasini berasiz, lekin hamma xonangizni temperaturasi Mana shu yerda 60 ta radiator bo'lsa, bitta nasos bilan ishlayapti. Mana yerda 500 kvadrat teplый pol bo'lsa, bitta nasos bilan ishlayapti. Qara bet Ismoil, hozir uy egasi, ya'ni klinikani egasini ham rasxoddan kamaytiryaptilar. Nasos soni kamayyapti. Kerak joyi. Ham gazni rasxodidan kamaytiryaptilar. Bundan tashqari klinikada ta'minlanadigan haligi temperaturaning razницasi, ya'ni operatsiyadan chiqqandan keyin boshqa temperatura bo'lishi kerak. Cho'milayotganda boshqa temperatura bo'lishi kerak, operatsiya payti boshqa, koridorlarda boshqa temperatura bo'lishi. Bu narsani bizga hech kim tushuntirmaganda. Bu положениyani keyin tushunasan ekan. Endi bizda bitta haligi normamiz bor, hamma proyektirovщикка borib hozirgi kunda ko'ryapsizlar, anaqa rasmlik, tam 3D model. Qaranglar mana, jaydari variant qo'lda chiziladi. Mana shuni alohida ko'rsatib ketaylik. Ani hozir hamma joyda hamma aytadi, mana bunaqa deydi. Ani proyektsiz qanaqa qilib bo'ladi? Buni ani обязательно proyekt bo'lishi kerak. Qo'lda chizaman, qo'lda. Lekin proyekt yo'q emas, proyekt bor. Faqat konkretni qo'lda chizilingan buni misol uchun proyektirovщик qiladigan bo'lsa, montajchik uni yaxshi tushunmaydi. Nima qayerqa ishlaydi, nima qanaqa bo'ladi, uni yaxshi tushunmaydi. Siz ham montajnik, ham o'zingiz proyektirovщик bo'lib, nima qatga qanaqa ishlayapti, qayerqa necha gradus borish kerak, qayerqa qanaqa kran qo'yilishi kerak-yu, qancha ochib o'tirish kerak, qancha yopib o'tirish kerak, hammasi bo'yicha o'zingiz anaqa bergan. Endi lekin Ro'shanaga bitta gapda, ani quruq devorga qalamda emas, g'ishtda ham chizib bera olasizmi? Qarang, hozir mana bu siz jo'natdingiz bizga elektrokotel, bu qo'shimcha bo'ldi. Birinchi gazlik bo'ldi, keyin o'chib qolsa-chi gaz. Keyin buni sizdan so'radi. Siz aytdingiz, aka nima bu? Men aytdim, jo'nating. Demak, men bu tomonni отдельно proyekt qilgansiz, uni отдельно proyekt qildingiz. Keyin buni unga qo'shish kerak-ku. Buni qo'shdik. ruchnoy chizish qiyinroqda, kompyuterga bari oson. Chunki kompyuterda chizganini ko'rganmiz, u yerda programma bor. Uni hozir mana chertyoj o'qib chiqqan mutaxassislar ancha tez chizishadi. Chunki standart bor-da o'zi bitta. Внутренний. Ro'shanaga nima bunaqa turbalar qilib tashladingiz, aka? Mana gidrokollektorni qarang, namicha ne ko'payib ketdi bu, aka? Endi Ismoil, menga shunaqa ko'ryaptimi? Buni hozir tushuntirish me'yori keldi. Vaqt keldi. Ko'plar savol beradi. Gidrostrelkani ham joyi bor ishlatishda. Albatta. Mana sizlarga joyi. Mana savol bering-da, nima uchun gidrostrelka bundaqa katta? Nimaga gidrostrelka katta, aka? Chunki bundagi issiqlik 3 ta 4 ta binoga bitta temperaturada borishi kerak. Hop. To'lka bu vazifani gidrostrelka bajarib berishi mumkin. Bitta joyga har xil temperatura borishi Bu gidrostrelka nechta katel bilan o'tdi? Marhamat, 100 kilovatdan 3 ta. Mana shu 3 ta katelni o'zi. Boshqa yo'q. 4,5 ming aniqligi. Hali boshqa binolarga o'tib qarab chiq, u menimcha bor. Mana shu 3 tani o'zimi? Men to'g'risi bor-ku, bu narsani sizlarga hozir yashirishda emas, eski katelniyda joyini ham ko'rsataman. Yulib yoqa olib o'tganimizda. Qara. 3 ta katel deyaptilar-yu, lekin 3 tadan mana bor yo'g'i bittasi ishlab turibdi. Bu yerda hech kim ishlamayapti hozir. Yo'q. Mana ishlayotgan issiq suvga. Men buni o'zi ishlayapti deb o'yladim. Yo'q. Men buni o'zi ishlayotgan ekan. Hozirgi paytda men o'zi ishlayapti. Bitta dona shu katelni o'zi ishlayapti. 2 tonna suv tayyorlab beryapti. Gap bo'lishi Men qiziq joyini aytib beray, yigitlar. Tag'in eski katel deng. Yo'q, bu olingan katel, lekin skladda yotgan. Ha. Buni qiziq tarafi bu yig'ildi-yu. Ismoil, Abdulla. Issiq suvni ham bunga qo'shdik. Egasidan inisiativa chiqyapti. Davay yozda ana katelda ishlataylik. Keyin mana buni yig'dik. Haligi alohida buni o'zi ish. Endi qarang, 2 tonna suvni hozir yozda nima uchun savol tug'iladi? Yozda chunki bochkada suv ham +20 ku. Bu ko'taradi. To'g'ri. Qishda sovuqmi bochkadagi suv? Bunga ham qo'shadi. Hozir endi yozgi fasldan anaqada mavsumda patera yo'ligini hisobiga ham katel hammasi o'shu. Haroratda o'zi issiq. Suvni o'zi ham harorat plyusda turadi. O'shaning uchun bitta katelni o'zi bilan butun klinikani eplayotgan. O'shaning uchun mana shu katelga deb
turib mana bu qismini yig'ib qo'ygan ekanlar. Ha, keyin elektr kotelga navbat keldi. Gazimiz o'tsa nima qilamiz? Ro'shan aka mana shu narsani aytib ketdik. Hozir agar bitta shu videoni kimdir ko'rsa aytadiki, kimdir aytadi, bundan ham qisqa qilib yig'ish iloji bor edi deydi. Bundan ham qisqa qilib yig'ish iloji bor edi deydi. Bu yerda aytganlaridek, ana bitta zakozni olib, hamma talabnomalar berilib, keyin bitta noldan boshlanmagan, ya'ni ish boshlangan, yana mana qilib berasan deyilgan, talab o'zgargan, по ходу dела buni yana qo'shilgan narsa, ya'ni hamma qismi qo'shilgan. Bu ish qilayotganda hamma xaroratlar o'zgarish kerak menga deyilgan, yana shundan kelib chiqib turib, ishni davom etib turib o'zgartirishgan. O'shani hisobiga ham mana turbalarimiz agar talabnomani boshidan bitta bergan bo'lganda, bitta proyekt bo'lganda, shu narsani menimcha Ro'shan aka bitta joyga qisqaroq ham yig'ib beramiz deyman. Endi qarang, agar hozir men bunga shu kotelga общий buni kollektorini oladigan bo'lsam, boru bitta issiqlik tizimini rasxodini qilishim kerakda, zato u issiqlik tizimlik bo'lib qoldi yana bitta. Tushuntira oldimmi? Shunaqa. Buni tagi ham sizlarga aytsam arzon emas, ha? Bu dersda radnoyi. Mana keyin sizga telefon qildim, mana ukam dedim, endi dedim elektr kotel ham kerak desam, aka nima qilyapsiz siz? Keyin mana bugungi kunda keldi, Abdulla ukam o'zi aytib bersin qanday bo'lganini. Elektrik kotelni mana ko'rsatib qo'yamiz hozir. Elektr kotel kerak bo'lib qoldi. Nima qilasiz elektr kotel desam, hali gap bizda gaz bo'lmay qolishi mumkin. Rezerv bo'lishi, bu banisa, to'xtab qolish kerak emas hech qanaqasiga. Shunday. Rezerv, mabodo o'chib qoladigan bo'lsa, sirasi elektr kotelni qo'shib yuboraman dedilar. Elektr kotel top berdi u mana do'kondan amallab. Talablar qo'shilib qoladi, chunki bu yerda yarim kun kutib turing desa, yarim kun kutib tura olmaydi mijozda. Avtomatik. Bir soat, yarim soatdan kutib tura olmaydi menimcha hech kim bu yerda. Banisa bo'lgandan keyin operatsiya bo'lib turgan joyda qanaqa qilib kasalni ochib qo'ygan, to'xtab turish iloji yo'q, hech qanaqasi to'xtash iloji yo'q. Davom etish kerak, issiqlik doim bo'lishi kerak. Hozir yana uzillaringiz bor hozir. Bu ko'rganlaringiz bu 3 ta kotel, tarqaladigan joy pastda. 9 joyi bor ekan, pastga tushamiz. Ha, ko'rasizlar hozir. Hop, Ro'shan aka endi bizga bitta tushuntirib berasizmi? Aka, mana kotelni hozir hamma ko'ryapti. Har bitta nasos nima vazifa bajaryapti, qat'iy mo'ljallangan. Bitta tushuntirib bering, aka. Boya gaplashganimizdek, shunday qilishimiz kerak edi. Bu eski binodagi oldingi montaj bo'lgan kotelnilar ham bu yoqqa kirib kelish kerak edi. Obratka, podacha, bu ham kichkina joy bo'lmagan, shuning uchun harakat qilganmiz. Mana yoqdan kirgan, bu yoqdan kirgan, naryoqda ko'chada. Biz hozir podvaldamiz, yigitlar. Podvalda ko'rdilaring. Podval qismidamiz hozir. Podval qismida mana shu yerga 13 ta nasos joylashtirganmiz. Hozir ko'plar aytishi mumkin, yana 10 ta qo'shmadingizmi deb. 13 ta bu 4,5 ming, 5 ming kvadratga bu shikolat hozir sizlarga tushuntirib beraman. Ha, bu yerda bitta aniq общий kvadraturasi emas, yana inobatga olish kerakki, har bitta qavatda o'zining отделi ham bor. Bitta nasos o'sha kvadratga yetishi mumkin 1000 kvadratga, lekin отдел har xil bo'lganini hisobiga, hamma joyda har xil talab bo'lganini hisobiga, har xil istilganini hisobiga nasos o'shanga qarab podbor qilingan. Mana shu nimadan boshlanyapti Ro'shan aka? Hozir men sizlarga tushuntiraman. Ko'rgan bo'lsalaring, videoni boshida zastavka ham qilingan bo'lsa, 4 etajlik binomiz bor. Bu o'ng qo'l, chap qo'l doktorlar qabul qiladigan mijozlarni, endi kasallarni registratsion qismi. Da, yoqda odamlar kurtkada o'tiradi, bilasiz. Ko'chadan kirib keladi endi. Da, endi siz ham endi shu narsani ichida yurasiz, o'zingiz bilasiz. Kurtkada o'tirgandan keyin unga ma'lum bir darajada qanaqadir temperatura bersa, shuning uchun kontroller qo'yganmiz. Bunga, например, plus 20 tushundingiz, u kurtkada bemalol o'tiradi. Ikkinchi etaj terapiya kelib yotib yengil kasallar. Unga 23. Uchinchi etaj bu reanimatsiya. Operatsiyadan keyin. Endi ularning talabi bor ekan. Albatta. Narkozdan keyin chiqadi deydimi u narsani? Ularga 18 gradus kerak. Lekin 18 odam uchun rosa qulay harorat. Sovuq ham ketmaydi, juda ham issiq ham ketmaydi. Da. 4-etajimiz operatsiyadan, reanimatsiyadan chiqqandan keyin 4-etajga bilasizlar, eng sokin joyga chiqaradigan joy bo'ladi. Shuning uchun palata tepa. Ha, yoqdan hech kim yurmash kerak. Operatsiyadan keyin. O'sha joylarni boya gaplashdik-ku, nimaga undaqa? Mana shu talablar sirazi qo'yiladi ekan. Ha, endi buni siz aytasiz, va qanday buni aylantiraman deyishingiz mumkin. Men shuni o'ylab turdim, mana nasoslar bor hammasi. Endi yozgi mavsum bo'lgani uchun hozir hamma joy shundan issiq, sistema o'chiq, nasoslar ham o'chib turibdi, lekin boshqaruv qayerdan shu nasos aka? Endi boshqaruv mana o'zi 4 ta narsa bor, oddiy qilganmiz. Qani bitta ko'rib hozir masjiddan boshqaruv qismida bo'lsa, mana yozilgan nasoslar hammasidan 2-etaj bino radiator, 1-etajga, 4-etajgacha hammasi
nasoslarning ishlayotgan ekan. Nima orqali ishlayapti nasos? Bluetooth orqali. Ha, mana nasoslarni Simsiz. ko'rib qo'y, orasi masofani ko'rib turibmiz. 5 metrgacha oladi. Hamma shu yerdan boshqarilyapti. Ha, mana например, birinchi etaj bo'lsa, Hop. bunday bosamiz, mana margat qiladi, temperaturani qo'yamiz, bo'ldi, o'zi to'g'rilab oladi. Bizda tepadan kelayotgan issiqlik bor, bitta gradusda berib tursak bo'ldi. U generator tepla bo'lyapti. Bularni o'chirib yoqib yurmaymiz. Ya O'zi boshqaradi hammasini. Pult orqali. Например, gazi pasayib ketib 50 ga tushsa ham, трехходовый pasaytirib, yana shu me'yorga tushirib qo'yaveradi. Mana shu narsani aytib ketaylik. Bu narsa birinchi odam sotayotganda, klientga taklif qilinganda, qimmat aytyapsan, ortiqcha narsa deb o'ylaydi. Lekin o'rnatgandan keyin mana hozir bekorga emas-da, to'g'rimi? O'sha Plusga kirgan. 30 million emas, misol uchun plus minus yoqqan bo'lsa bitta bino, oldiga yana xuddi o'shancha deyarli qo'shilyapti. Yana o'shancha rasvot. Nimani hisobiga mana shu narsalar ekan, demak. Hammasida трехходовый bor ko'rayotgan bo'lsangiz, endi mana yangi qurilgan binoga mumkin emas deyishim mumkin. Mana bitta nasos qo'yganmiz radiatorga, yonida tepllik bo'ldi, boshqa hech narsa yo'q. Mana butun binoga. Bu Mana shu ikkita nasos so'z. ha, Tepllik poliga bitta, radiatorga bitta bor. Shunaqami? ha, bu yerda chunki muolaja ko'p xonalar bor, mana tuz g'ori, yo'txona, yoqda o'zini termostatический головкasi bor. Unga biz katta temperatura jo'natamiz. Постоянно 60 jo'natamiz. Bularni boshqa xonalarni boshqaruvi qayerdan bo'lyapti? Uni xonani ichida. Har bitta xonani o'zida komnata termostat. Da. Endi hozir agar imkoni bo'lsa, aytganlaridek, xonani har bitta xonani komnata termostat degan narsa bor. O'sha xonani termostatini o'zidan boshqarilayotgan ekan. U ham ancha mana bu tejamkorlikka xizmat qilyapti, to'g'ri? O'sha tejam qilib berdi-da, u mana bu motorlarda hech narsa emas, mana shu miyalar xarajatni kamaytirish usuli bizda hozir juda ham qiyin masala-da. Bizga kelayotgan narsalarni to'g'ri ishlatishni bilib olgan odam to'ka qila oladi. Uni oldim qo'ydi, o'zi ishlab ketadi ham bo'lma. Sistema ishlash kerak. Ismoil boya savol berdingiz, qanday? Mana shu trubani 63 qilsam ham shunaqa bo'lish kerak ekanda deb o'ylardingizmi? Ha, shunaqa qo'ygan bo'lsa shunaqa ekanini keltiramiz deb biz. Mana 40. Ha, ko'plari aytadi 63 qilmabsiz-da, unday qilmabsiz-da. Mana endi boyagi Abdulla ukam savol berdi-yu, pastda qanday ulagansiz? Mana bo'ylar uchun qaranglar. Mana yopib qo'yganmiz. 4 ta bo'ylarimiz bor 500 litrdan. Bu yoqdan ham isitamiz. Tepadagini o'chirib, kranni yopamiz. Mana bu общий kollektordan qishda olaveradi. Bitta savol qiziqtiryapti aka meni. Hozir mana отопление o'chirilganini tushundik, lekin hamma joyda anu tog'ralari bor ekan, vannalari bor ekan, dushlari bor ekan, suv nima bo'lyapti bu yerda? Suv mana shu bitta nasos hamma joyga suv tarqatadi. Bitta chistotni qo'yganmiz. Mana sovuq suvni bo'ladigan joy, mana bu quloqlari. Расчет qilganmiz, например, mana unda 20 ta qo'l yuvgich bo'lsa, mana unda 4 ta vanna, mana shunday chiqarib, xuddi shunday issiq suv ham. Resirkulyatsiya o'zida. Suv sarfini. Aytgancha, bu ham bitta masala. Hamma joy suv sarfi har xil, to'g'rimi? Endi o'zingiz nasosga qarab bilsangiz bo'lmaydimi? Mana shuncha ichida yurasiz-ku, nima uchun men 3 fazali qo'yib qo'ymadim? Shuni hisobi chiqqani uchun bu ham ekonomda. Shunisiga boshida aytishgan, yo'q, bu ham o'zgardim Yo'q, buni biz spesialno podbor qilganmiz. Bu agar men katta nasos qo'ysam ham, binom shunaqa ekan, shunaqa qo'yishim kerak ekan deb o'ylaydi odam. Shuning uchun buni berganmiz. Nechta dush, nechta qo'l yuvgich, qaysi liniyada o'tiradi? Bizga mana shu motorni tavsiya qilgan javobgar shaxs bor bunda. Imенно nasos podbor qilib berilgan. Da. Mana bugungi kunda chistotni turibdi. Hozir ko'rsangiz, mana shu nasos ochilgani uchun malый скоростda ishlayapti. Agar endi представить qiling, u ko'payadi. To'g'ri, chistotnik bo'lgani uchun suv sarfiga qarab bu zapas больница bo'lgani uchun bu ulanmagan, mana yana aytasi ulanmagan ekan, zapas ekan bu. Shunday qo'yiladi, bo'ldi. Shuncha xonalar bor ekan, bemorlar bor ekan, bular hammasini ta'minlash uchun nechta bo'lib turibdi? Tak, boshida 2 ta qo'ydik, 1 tonna, keyin boyagi proyekt 1 tonnalidan 2 ta. Ha, keyin proyekt o'zgardi-ku, haliga 4 ta vanna bor-ku, ko'rgan bo'lsalaringiz, o'shalar qo'shilgandan keyin bildikki, что suv kamlik qilgan uchun yana ukamga murojaat qilib, yana 1 tonna suv jo'nat dedik. 2 ta bo'ylar 500 talik qo'yib, отдельно o'sha vannalar uchun nimaga deganda ularni to'ra boqadi-yu, har soatda odam kirish kerak ekan. U 1 tonna suv yetmaydi.
Chunki qo'l yuvgich bilan vannani farqi To'g'ri. katta, bilasiz o'zingiz. Qiyinchilik shu yerda bo'ldim. Judayam. Birinchi o'rnatib bo'ldi, keyin buzib boshqatdan trassa tortib keldik. Podvaldan. Ba'zi joylari mazada. Uyda bo'lsa nima? Uyda bo'lsa bitta boylar qo'yasiz. Shunday. Shundan hamma foydalanaveradi. Klinikani ko'rdinglar, butun obzorlarni, hamma sistemasini, ichida qanaqa ishlashlarini, nasoslari, kotelnilarni hammasini to'liq obzorni qilib berdik. Endi bu kotelni, ya'ni bu klinika qayerda joylashgan desanglar, Sirdaryoda, Gulistonda, Xalq shifoxonasi, RDM deyshadi, Ravshan davolash markazi. Hop, Ro'shan aka hammasini qilganlar. Xudo xolasa, bu obyektda yana qo'shimcha klinika qurilyapti, ya'ni 7 qavatli bino. Podpiskani bosib qo'yadigan bo'lsanglar, o'sha binoni qurilishidan boshlab hammasini ko'rsatib boraman deb va'da berdilar Ro'shan akam. Shu kanalga podpiskani bosib qo'yasizlar, video yoqqan bo'lsa, like ko'rib qo'yasizlar. Bosinglar.